La'nati. Yana kim signal chalyapti yarim kechasi. Voy. Qani qatta chalyapti. Voy la'nati. Voy, mana bu yerda ko'p mashina. Xo'p, bu qanaqa mashina ekan? Ford menimcha. Mayli. Ichimda hech kim yo'q. Kimdir bilan hazillashyapti. Borib damimni olay. Bip bip. La'nati. Yana kim men bilan hazillashyapti? Hozir topsam uni o'ldiraman. La'nati, uxlashga qo'yasizlarmi yo'qmi? Yana hech kim yo'q. Yana kim men bilan hazillashishi mumkin yana? Xo'p. La'nati. Mana endi qulog'imda bitta bo'lsa ham uxlayman demoqchi edim. Ana mayli. Mana tong ham ana endi merdan so'rashimiz kerak. U mashina kimniki ekan? Xo'p, janob mer. Xo'p, kim bor? Salom, Rodki. Nima bo'ldi? Janob mer, kechasi meni hech kim uxlatmadi. Bu nima degan gapiga men tushunmadim. Kechasi bilan mashina signal chalib chiqdi, lekin mashinaning oldiga chiqsam hech kim yo'q. U qanaqa mashina edi? Menga aytchi. Rangi ko'k, adashmasam Ford edi. Ko'k Ford? Nima hayajonlanyapsiz? Yo'qida biror narsa bo'ldimi? To'g'risini aytganda, ilgari bu mashina o'lgan odamning mashinasi edi. U odam o'lgandan keyin u mashina ruhga aylanadi. Nima? U mashina hali ruhmidi? Yo'qmi, o'lgan odamning ruh mashinasi. Yo'qmi, endi nima qilaman? Qo'shnidan so'rab ko'raychi, u kim bo'lgani? Yo'qmi? Salom, men o'lgan yigitman. Yo'qmi? Qoch. O'sha mashinaning egasi. Qoch. Yo'qmi?